Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Abduqodir Husanov 2025-yil yanvar oyida xarid qilingan o'zbekistonlik futbolchi o'zining tezligi, jismoniy kuchi va himoyadagi oqilona harakatlari bilan darhol muxlislar mehrini qozondi hamda Etihad stadionida uzoq va muvaffaqiyatli faoliyat qurishga umid qilmoqda. U debyut mavsumida chempionat o'rtasida jamoaga qo'shilganiga qaramay 9 ta uchrashuvda ishtirok etgandi. 2025-2026-yilgi mavsumda Abduqodir Husanov endilikda klubni tark etgan bosh murabbiy Josep Guardiola qo'l ostida mudofaa chizig'ining asosiy figurasiga aylandi. Universal himoyachi sifatida o'z salohiyatini namoyish qilgan o'zbek futbolchisi yakunlangan mavsumda asosiy tarkibdan muhim joy oldi. Husanov jamoa bilan Angliya Kubog'i va Angliya Ligasi Kubog'ini qo'lga kiritib, bu sovrinlarga ega chiqqan birinchi o'zbek futbolchisi sifatida nomini tarixga yozdi. Abduqodir Husanov yangi mavsumni ham Manchester City'da o'tkazadi va Enzo Maresca boshchilik qilayotgan loyihada ham asosiy o'yinchilardan biri bo'lishi kutilmoqda. 22 yoshli o'zbek futbolchisi ayni paytda Manchester klubida Osiyoning yagona vakili bo'lgani sababli ushbu qit'a vakillari ham aynan unga muxlislik qilmoqda. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.